Ajoyib qurt. Faqat 2 santimetrlik keldigan tenini 279 parcha qilib kesayotgandan keyinmi yana qayta o'salagan. Bu qanday qurt? Qani sinchoq bilan birga ko'rib chiqaylik. Shundaq u planariya qurti deb atildi. Puti, quyruqi, beshi kesilsimi, to'g'risiga, yantosiga kesilib, qarmoqqa hech nima qolmagandek ko'rinsimi, ammo yana qaytadan yangi tancha o'sib chiqa oladi. 1898-yili olim Morgan bu narsani tadqiq qilib 2 santimetrga yetmaydigan planariya qurtini 279 parcha qilib kesib ammo qisqagina vaqt ichida bu qaytadan 279 tani o'zini hosil qilgan. Hayron qoldingizmi? Bu haqiqatan yer sharida bor bo'lgan jonliq. Planariya qurti jinsiz ko'pish iqtidoriga ega bo'lg'achqa 1 santimetrga yetmay turibla o'zini ikki parchalash boshlaydi. Tadqiqotlardan bayqilishicha, ularning yarig'isi bir kechada saqiyib, orqadan yana o'sib, yangi to'qimlarni qanoatlantirgan. Bir haftadan keyin qayta bir yangi tani yetildira oladi ekan. Yana texi bir qism yangi hosil bo'lgan planariya qurtlarining o'zining kesib o'tilishdan burun xotirasini saqlab qola oladi ekan. Uning mushundaq kuchli qayta o'sish iqtidoriga ega bo'lishi amaliyot uning tendik bir xil g'o'l hujayraga munosabatli bo'lib, bu xil sirli hujayra ko'p xil o'xshash bo'lmagan hujayralarga aylana oladi. U tanning qayeri nemaga ehtiyojli bo'lsa, shu yerga o'sa oladi. Shunga olimlarmi planariya qurtining qayta hosil bo'lish mexanizmini tadqiq qilyapti. Bu orqali insonlarning mangulik hayotlik nishoniga yetmoqchi. Buning ekran oldiga siz qanday qaraysiz? Sinjoq salonining bugungi mazmuni mush yerda oyoqlashdi. Agar mazmunlarimiz yoqtirgan bo'lsangiz, yulduz belgisini besib qo'yishni, chambaraklarni chiqarib qo'yishni unutmang. Biz kelar sonni ko'rishaylik.